Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Slime Boy bo'lib turibdi. Bugun sizlar bilan 4 ta Minecraftdagi eng yaxshi modlarni ko'rib chiqamiz. Unda birinchi modga o'tsak ham bo'ladi. Birinchi modimiz Prefab deb nomlanadigan mod. O'yinga shu modni yuklab olib, o'yinga kirishingiz bilan sizning qo'lingizga mana bunaqa narsani beradi. Qo'limda turibdi. Inventarimda hozir. Mana. Siz xohlagan anaqangizni kirsangiz bo'ladi. Survival rejimimi, kreativdami beraveradi. Va bu narsa hozir ko'rsataman sizlarga nimaligini. Kelib bitta bossangiz, mana. Bu uy modi, ha. Azizlar, uy modi mana. Svet krovati mana xo'jani Boy jelti limovi abutrozovi limovi mana buni bilmadim. Обычный da mana har xil uylar bor. Mana rancho, hobbit mana. Ko'ryapsizmi? Turi juda ko'p. Mana uchun eng yaxshi rancho mana. Построить deb bossangiz paydo bo'ladi. Eshikni ochib bemalol kiraverasiz. Albatta ichkarida shundaylar bo'ladi, shuni ekib qo'yasiz. Mana bu yerga bir xato kechigili nom yozilgan. Bo'pti, xullas uyni ichiga kirsangiz, tayyor eshikni ochib beradigan bor. Mana eng pastki sunduqni ochsangiz ichida toshdan nima? Bilmadim, toshdan pichoq shekilli yo qilichmi? Стремительный sabli. Xullas shularni beradi. Voy 9 uron. Voy. Keyin mana kojali kiyimlar, keyin ovqat, ekin, boshqa mayda-chuyda. Tashqarida ship-ship etayotgan narsaga qiziqqan bo'lsangiz kerak. Bular albatta mana bu ajoyib g'aroyib slime'lar. Chunki men ploskiy merda o'ynayapman. Mana bu yerda esa shaxt. Aytgancha, ha, to'g'ri. Bu faqat uy emas, u yerda shaxta bo'lish kerak. Men shaxtani o'qimaman. Mana shunaqa qilib. Qilamiz mana. Prefab modi mana bu yerda juda ko'p. Mana uy alama mana. Сорожная bashnya ham bor ekan. Keling shulardan ham shundan ham bitta qo'yib beramiz. Ey la'nat slime, bu yerda yo'qolmay video olyapman. Mana shu yerga qo'yamiz. Nima bu? Bilmadim-ku. Qani qo'yib beraylik. Kravati. Построить. Voy. Nima bu? Yo'q, xudo. Narsa. Xolosmi? Voy bolaligini. Bu anaqa ekan, nima deydi? Qal'alar qurasizlar, qal'a uchun. Oba. Shunaqa xullas birinchi modimiz mana shu mod edi, ya'ni prefab. Siz albatta bu modni meni Telegram kanalimda yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalim esa albatta opisiya yoki kommentariyada bo'ladi. Ha, aytgancha skinimga e'tibor bermang. Menda bir oz muammolar bo'lgani uchun skinimni yuklay olmadim. Keyingi videolarda albatta skinim bilan chiqaman. Shunday qilib, birinchi modimiz yakunlandi. Ikkinchisiga o'tsak bo'ladi. Ikkinchi modimiz azizlar, hamma yoqtiradigan albatta mashina modi. Mashinaning ajoyib modi mana. Qarang. Tushunmayotgan bo'lsangiz kerak. Xullas, qarang. Bu ham mashina modi. Qarang, sizga bitta ko'rsataman. Yaxshilab o'rganib oling. Xohlasangiz shu joyini yozib olasiz mana. Mana shunday qilib 1 2 3
3'ga 3 qilib shunday aylantirib 9 ta blokni buzasiz. Keyin esa Car Workshop partdan bittadan olasiz. Car Workshop borki, mana bunda Car Workshopni o'rtaga joylashtirib, workshop partlarni yoniga joylashtirib chiqamiz. Mana, qarang, tayyor. Hop. Ana. Endi buning uchun narsalar olamiz. Hop. Sport car. Mana shundan bitta olamiz. Mana 4 ta yo'g'on g'ildirak. Mana 6 ta silindrli engine'dan bitta olamiz. Pastga o'tsak, medium tankdan bitta olamiz. Bittan oladigan narsa ma'muldan bitta olamiz. Endi qarang, yasashdan yurgan oling. Birinchi mana buni qo'yamiz, tanasini mana voy yaxshi to'g'richa. 4 ta g'ildirak joylashtiriladi. Yani kichkina g'ildirak ketar ekan, nahotki. Qiziq. G'ildirakni turiga qarab aniqladi o'shanga. U kichkina bo'lsa kichkina. Mana qarab turing. G'ildirakni ham agar chiqmasa, o'sha kichkina g'ildirakdan qo'ysangiz, hop, ana, voy. Qanday ma'no bor bu yerda endi. 6 silindrli buni qo'yasiz, to'xtagachda bu narsa ketdimi? Yo'q, bo'ldi. Shuna kirib spawn car qilasiz. Nimaga kam oldiradi? Too few. O'ta kam oldiraklar. Yana ne ishi kerak bunga? Yana 4 ta olaylik. Orqasiga soldirib ekan. Mana. Mashinangiz tayyor mana. Azizlar, qarang. Qay. Zoom. Keyin bunga men betga mana qo'yasiz. Ichiga kirasiz. Qarang, mana shu yerni ham yaxshilab bilib oling. Hozir kim qo'ray? Qarang, mana shu yerni yaxshilab o'rganib oling. R harfini R harfini bosib tursangiz, ana, ishga tushdi. Hop. Yurasiz. Biroz ishim chiqib qoldi. Mana shunday qilasiz. R'ni bosib tursangiz o'chadi yana. Hop, keyin shift bilan pastga tushib, mana ready turibdi, ichiga kirasiz, start bosasiz, lekin hech narsa yo'q. Mana biodizel. Hozir. Biodizel mana. Olib, raqamlariga qarab turib, mana ready ga qarab. Mana 99 mingdan endi 999 bo'ldi. Orqa tarafiga endi nima raqamni ko'rsatmadi, bilmadim, xullas. Ha, mana full mana. Start olsangiz mana boshlanadi. Start bosasiz, tugaydi. Hatto uni qulflab qo'yish ham mumkin, shift qilib. Oho, buni ichiga narsa yuklab qo'ysangiz, yaxshi. Bu yoqqa kirib. Yo'q. Mana R'ni bosamiz va ketdi. Juda yaxshi mod. Buni ham albatta yuklab olishni unutmang. Biz esa keyingi modga o'tsak bo'ladi.